Mana tenglamalar sistemasi x kvadrat minus 6y kvadrat minus xy minus 2x plus 11y minus 3 teng 0 va pastida ikkita radikal mana ildiz teng x plus y minus 7. Tenglamalar sistemasini yechishimiz kerak. Ishoning, mana siz ham o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, hech nimaga o'xshamaydi-da. Mana shu demak o'sha sertifikatda tushib o'tiribdi. Birortasidan x ni topib olib ikkinchisining o'rniga qo'yaman desangiz, bir-biridan ajramaydi bu ko'rsatuvlar. X ni barobar deb y nariga o'tkazsangiz, u yoqda ham x qatnashib qoladi. Mana bu yerda ham na x ni na y ni ajratib ola olasiz. Mana shu yerda shunday metodika bor. Demak, savollar nima ekan? A savol 3y minus x, keyingisi tenglama ildizlarini toping debdi. Biz aslida biz tenglama ildizlarini topsak, keyin birinchisini topish qiyin emas. Demak, birinchi, ikkinchisini hal qilsak yaxshiroq bo'lar ekan. Qanday qilib yechishimiz mumkin? Mana keyingi sahifada buni qanday yechish haqida ko'rsataman. Tenglama mana birinchisini yozib oldik. Mana birinchisini, mana tepadagisini yozdim, mana qarang. Diqqat bilan qarang tenglamaga. X kvadrat qatnashgan, x qatnashgan, x qatnashgan joyi bor. Nimani eslatyapti? Kvadrat tenglamani eslatadi. Qolgan ana u y-lar son bo'lganda edi, ular hammasini u yoqqa oxiriga qo'yib yuborardimda, kvadrat tenglama qilib yechardim. Va shunday qilamiz ham. Demak, mana bu yerdan tega chizganlarim x, y va 2x dan x ni qavsdan tashqariga chiqarib, minusini oldinga chiqarib yuborsak, mana bu ifoda paydo bo'ladimi? X kvadrat minus y plus 2x. Minus 6y kvadratni oxiriga mana yoqqa o'tkazib qo'ydik. Mana undan keyin qolgan 11y minus 3 ni o'zini yozdik. E'tibor bering, mana x kvadrat, minus chuvalchang x minus tashbaqa barabar 0. Kvadrat tenglama bo'ldimi? Kvadrat tenglama bo'ldi. Y plus 2 son bo'lganda edi, mana bu qolgan allambalolar ham son bo'lganda edi, diskriminant qilib banglatib Ana endi men sizga aytadigan narsa, mana bu bugun o'rganadiganingiz yosh katta matematika ustozlarimiz bilar, yoshlarimiz uchun ba'zilarga yangilik bo'ladi. Son bo'lmasa ham diskriminant qilsangiz bo'ladi. Mana sizga mendan bitta fishka. Diskriminant b ning o'rnida minus y plus 2 ketyapti. Demak, shuning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan a ning o'rnida 1 yozmadim. S ning o'rnida mana b kvadrat minus 4 as. Mana buni ochib chiqsak y kvadrat bitta bor bu yerda, mana plus 24 y kvadrat bilan 25 y kvadrat bo'ladi. Minus 44 y, mana bu yerda plus 4 y bilan minus 40 y qoladi. Minus 4 minus 3 ga 12, mana bu yerda 2 ning kvadrati 4 bilan 16 bo'ladi. Ana endi ko'zingizni katta oching. Katta ochdingizmi? Mana buni qarang, qisqa ko'paytirish formulasiga o'xshayaptimi? Qisqa ko'paytirish formulasiga o'xshayapti. A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat bo'lyaptimi? Bu 5y minus 4 ning kvadratida. Kim qisqa ko'paytirish formulasini zo'r bilsa, mana uni bittada mana bunday qilib kvadrat ekanligini qilib qo'yadi. Qilishni bilmaganlar uchun hali kursimda o'rgataman. Bundan keyin bo'ldi, x1 ni topamiz. x1 teng minus b, b-imiz minus y taqsim y plus 2 bo'lgani uchun minus b-imiz y plus 2 bo'ladi. Ayrilgan diskriminantdan chiqarilgan ildiz mana. Keyingisida qo'shilgan diskriminantdan chiqarilgan ildiz. Soddalashtirsak 3 minus 2y bo'lyapti, keyingisi 3y plus 1 bo'lyapti. Mana x ni topib oldik, ya'ni x ni y-lar orqali ifodalab oldik. Ana endi o'rniga borib qo'ysak bo'ladi. O'rniga ikkinchi tenglama mana pastiga ko'chirib kelib yozganman. Mana boyagi tegidagi tenglamani mana uzun allambolani men bu yoqqa yozganman mana. Mana qorayib turibdi mana. Hoppa, ana shunda davomida. X ning o'rniga 3 minus 2y ni olib borib qo'ymoqchiman. Mana buni x ning o'rniga qo'yayapman, diqqat qilasiz. Birinchi x ning o'rniga qo'ysam 3 minus 2y minus 3y plus 2 plus 3 minus 2y yana x ning o'rniga, mana bu x ning o'rniga qo'yapman. Plus 2y minus 5 degan joyimda bu portladi bu. O'ldi bu misol. Nega o'ldi? Qani kim aytadi? Nega o'ldi mana bu? Nega shu misol shu yerda o'ldi? Ana. Ajoyib, ana. Demak, nimaga o'lganligi mana. Minus 2y bilan plus 2y qisqarib ketadi. 3 dan 5 ni ayirsak minus 2 bo'ladi. Ildiz ostida manfiy sonning paydo bo'lishi misolni o'ldirib qo'yadi. Haqiqiy sonlar maydonida misolni o'ldirib qo'yadi. Ekran xiroq deyishyapti. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Internetingizdan ekan. Rayhona Ulug'bekovna demak ekranni xiraligi o'sha qurilmangizga bog'liq. Bu yerda juda tiniqlik darajasi o'ta yuqori bo'lgan so'nggi zamonaviy texnikada uzatilyapti efir. Xo'p.
Birinchisida bo'lmadi, demak mana bu x ni qo'ysak bo'lmadi. Endi x2 ni 3y minus 1 da x ning o'rniga olib borib qo'yaman. Men bu yerga qo'ysam x ning o'rniga nima bo'ladi? Ha? 3y minus 1 minus qolganini o'zini yozaman. Minus 3y plus 2, keyingisiga ham 3y minus 1 plus 2y minus 5 o'zini yozdim. Mana bu x ning o'rniga ham qo'yaman mana. Mana bu x o'rniga qo'ysam, tagiga yozdim. 3y minus 1 plus y minus 7 ni o'zini yozdik. Mana bu yerda 3y'lar ketdi. Mana ikkalasi ketdi. 2 dan 1 ni ayirsak 1, uni 1 tepsak mana bu yoqqa o'tib ketadi-da, 3y ga y qo'shiladi. Minus 1 minus 7 minus 8, boya biz tepgan 1 kelib minus 9 bo'ladi. 4y minus 9. Mana bu yerda 5y minus 6. Mana. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Katta allambalo shoxlari shoxlab ketgan, g'ovlab ketgan misol, chip-chiroyli mana bunaqa misolga aylanib qoldi. Ana endi buni eslab qoling, yana o'sha bloknotingizga yozib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Ildiz ostida turgan narsa ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. U tenglashib turgan narsa ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Nega? Ildiz ostida turgan narsa 0 dan kichkina bo'lsa, boya aytdim-ku, misol o'ladi deb. Ildiz ostida manfiy sonning bo'lishi misolda o'ldirib qo'yadi, haqiqiy sonlar maydonida. Kompleks maydon boshqa u. U haqda aniq aytiladi misolda, agar kompleks maydonda ko'ring desa, bizning maydonimizda o'ladi. 5y minus 6 katta yoki teng 0 bo'lishi kerak, 4y minus 9 ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Bu nimaga katta yoki teng 0 bo'lishi kerak? Musbat sonning kvadrat ildizidan musbat son chiqadi albatta. Va endi buni katta yoki teng 0 deb yechadigan bo'lsak, y ning 9/4 dan kattaligi kelib chiqadi. Bu 2.25 ga teng. Demak, y 2.25 dan katta bo'lishi kerak ekan. Mana buni nimaga yechmadim? Buni yechsam 1.2 chiqadi. 1.2 dan katta bo'lsin degan yaxshiroqmi, 2.25 dan katta bo'lsin degan yaxshiroq? Bu yaxshi albatta. Bu kuchli. Kuchlisi qoladi. Tengsizliklarning, ya'ni shartlarning kuchlisi qoladi. To'g'rimi? To'g'ri. Ana endi buni bitta kvadratga oshirib, bu yoqqa o'tkazsak, oddiy kvadrat teng nima bo'ladi? Buni ezib, maydalab o'tirmayman. Mana shu joyini tashlab beraman, o'zingiz ko'rib olasizda. Ikkita qavsga ajratdik. Y minus 3, 16y minus 29. Buni qanday qavsga ajratishimizni ham kursimizda hali o'tamiz. Mana birdan qanday ajratishlarni o'rgatamiz hali bunida. Men bu yerda endi vaqtni tejashishni ajratdim. Y teng 3, y teng 29/16 degan yechimlarga ega bo'lamiz. Y teng 29/16 yaroqsiz, chunki 2.25 dan katta emas, bu birdan ozgina kattaroq. Buni astagina armiyaga jo'natib yuboramiz. Ana. Norqulov Orom aka aytardi misollar, mana shunaqa qilib yaroqsizlarni armiyaga ketdi derdi. Qolgani qoldi. Kim qoldi? Y teng 3 qoldi. Uni olib kelib mana bu yerga qo'yamiz. Chunki mana bu ham yaroqsiz bo'lganda esingizda bo'lsa, bu ham ketgan. Mana bu yerga qo'ysak 3 × 3 9, 1 da ayirsak 8. Mana. Ketdi. Hal bo'ldi, 8 bilan 3 ekan yechim. Xo'p, orqaga qaytamiz. Demak, tenglama ildizlarini toping debdi. Mana yerga topdik biz mana 8 bilan 3. Ana. Va 3 zo'r bo'ldi-ku. Ana. 3. Ana. 8 pastda 3 tepada bo'laveradi. Xo'p, mana bu yerda endi 3y minus x topishimiz kerak. Demak, 3 × 3 9, 8 da ayirsak 1 bo'lar ekan mana. Birinchisining javobi ham 1. Ana endi sizga vaqtdan tejash haqida yana bitta va'da qilgandim-a? Buni vaqtini qanday tejaysiz? Mana bu yergacha ishlab keldingiz. Bu yaroqsiz bo'ldi. Ha, mana bu yerda x teng 3y minus 1 topdingiz-a? Qarang. Qarang, turikni qarang. X teng 3y minus 1. Minus 1 ni bu yoqqa o'tkazamiz, tenglikni, x ni u yoqqa o'tkazamiz. Qaranglar, nima bo'ladi? 1 bo'lib o'tadi bu yoqqa, barobar bo'ladi. 3y minus x bo'ladimi? 3y minus x nechiga teng ekan? 1 ga teng ekanmi? Orqaga shunday qaytamiz. Dadang, mana 3y minus x ni so'ragan bizdan. Uni tenglamani yechmasdan topish mumkin edi. Mana shuncha ashqal-dashqalda aytmasdan 3y minus 1 da mana shuni men ataylab yechib, buni o'sha mehnatini ko'ringlar deb turib, ana undan keyin mana bu yo'lini ko'rsatyapman sizga. 3y minus x da tenglama. Ba'zi narsani so'ragan narsasiga e'tibor bering. Tenglamaning ildizlarini so'ramasa, so'ragan narsasini balki yo'q joydan hosil qilish mumkindir. Ildizni topmasdan qilish mumkindir. Biz unaqa misollar ko'p ko'rganmiz, mana bunaqa. X kvadrat plus y kvadrat teng deydi 13 deydi, ha? 13 deydi-da, keyin yana nima beradi? X plus y deydi 5 deydi. X y ni toping deydi. Qanday qilib topardik? Mana buni kvadratga oshirib yuboramiz, ha? Kvadratga oshirib yuborsak, x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat paydo bo'ladi. X kvadrat bilan y kvadratni o'chirib yuboramiz, 13 ni o'chirib yuboramiz. Mana yoqda 25 dan 13 ni o'chirib yuborsak 12 qoladi. Mana bu 2 ni bo'lishga o'tkazib yuborsak, x y teng 6. Bu ana o'zimizning mashhur oq to'plamimizdagi oddiy misollardan edi. Shuning bu nimasi? Chatoq varianti.